amal qilsak, azizlar, hargiz yo'limizni yo'qotib qo'ymaymiz. Inshaalloh bugungi mana shunday Allohning kalomi va payg'ambar alayhissalomning sunnatlarida kelgan amallardan biri zikr haqida to'xtalmoqchimiz. Azizlar, Allohni zikr qilmoqlik, uni ismi sifatlari bilan, uni ijobiy sifatlari bilan, salbiy sifatlaridan poklab turib uni zikr qilishligimiz va payg'ambarimiz alayhissalomni eslab u kishiga salovat salomlar aytishligimiz, azizlar, bu ulug' amallardan biri. Temir zanglagandek, azizlar, insonda qalbi ham zanglaydi. Zanglab inson Allohning zikridan o'zi bilmay qoladiki, uzoqlashib qoladi. Hatto farz bo'lgan namozlarga beparvo holatlar bo'lib qoladi. Namozni kechiktirish, hatto qazo qilib qo'yishgacha boradi inson. Gunohlar oddiy narsa bo'lib tuyulib, gunohdan banda tiyilish kerak bo'lgan amallardan gunohlarga botilib qoladi, qilishlikka. Bilib turadi gunohligini, lekin shunga yo'l qo'yadi. U katta bo'lsin, kichik bo'lsin, o'sha odamni qalbini darajasiga qarab. Ba'zi insonlar kichik gunohlardan, shulardan ham ijtinob qiladiki, gunohni sodir qilib qo'ymayin deb qo'rqadi Allohdan. Mana shu insonni mana shu gunohlardan, ma'siyatlarga yo'l qilishi, ibodatlarga beparvo bo'lib qolishligi o'sha qalbni zanglagani. Hadis shariflarda keladiki, temir zanglagandek qalb ham zanglaydi. Qarang, qalb ham zanglar ekan. Nima bilan zanglar ekan? Inson Allohning zikridan uzoqlashib qolganda, gunoh ma'siyatlarni qilganda, ana shu qalblar zanglay boshlaydi ekan. Ana bu qalbdagi zangni yo'q qilishlik uchun, azizlar, mana bu qo'ydagi biz zikrlarga yaxshilab quloq osib buni o'qib olsak, inshaalloh qalblardagi zanglarni mana shunday Allohning zikri ketkazadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Astaizu billah, fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun." Sadaqallohul azim. Baqara surasining 152-oyati bu. Alloh taolo aytadiki: "Ey bandalarim, meni eslanglar. Men ham sizlarni eslayman" deydi. Qarang, bu maqomda bandamiz, ojizmiz, gunohkormiz, notavonmiz. Biz Allohni eslasak, qarang, shunday biz ojiz bandalarni Alloh aytayaptiki, "Men sizlarni eslayman" deydi. Hadis qudusiyda kelibdi, Alloh taolo aytadiki, bandam agar uni meni eslasa, men bandamni ham eslayman dedi. Yolg'iz holatda eslasa, men ham shu holatda eslayman. Agar jamoatning ichida meni bandam eslasa, men maloikalarning ichida u bandamni eslayman deydi Alloh taolo. Qarang, bu ulug' maqom darajat. Hatto Abu Barakot An-Nasafi aytadilarki, Alloh taoloni bandam meni eslang, men sizni eslayman deganini bandam shu oyatni tafsirida aytibdilarki, gunoh ma'siyatlaringiz bo'lsa tavba qilib meni eslang, men sizni gunohingizni mag'firat qilib eslayman degani bu. Ey bandam, biron mushkulingiz bo'lsa, hojatingiz bo'lsa, mendan so'rang, menga duo qilib, menga iltijoni qiling. Men o'sha siz hojatingizni ravo qilaman debdilar. Ya'ni fazkuruni azkurkum degan oyatni mana shunday tafsir qildi mufassirlarimiz. Bu Alloh taoloni demak eslashlik, azizlar, ko'ryapsizmi, bu qanchalik sharaf, bu baxt. Shuning uchun Allohni eslaganda, zikr tasbih bo'lganda, qo'limiz bilan tasbihni aylantirib, tilimiz bilan zikrni qilganimizda, qalbimiz bilan mana shu holatlarni his qilib zikr qilishimiz kerak ekan. Mana shunda, azizlar, eng afzal zikr shu dedilar. Ya'ni til zikrda, qalb Allohning yodi bilan. Zero insonning qalbi Robbisini yod etish bilan taskin topadi. Buni hammamiz hayotimizda ko'ramiz. Ish yumushlar bilan yuramiz, Baytullohga kelib, masjidlarda jamoat bilan namozni o'qiymiz. Shu jamoatda o'qib,
turganimizdagi holatimiz, chiqib ham buni his qilamizki, boshqa paytda bu sakinatni banda topa olmaydi. Shu Allohning baytiga kirganda ibodat bilan hech bo'lmasa bir peshinda o'qing yo asrda jamoat bilan o'qing, qalbingiz qanday orom topadi. Rohatlanib chiqib ketasiz masjiddan. Bu niyat qilib, jamoat, sunnati muakkada deb turib qilib, bunga ajrlarni orzu qilib kiramiz, lekin o'zimiz bilmagan holatda azizlar qalbimizda shunday sakinat paydo bo'lib qoladi. Mana shuni masjidga kirganda jamoatda his qilamiz har birimiz. Allohning kalomi ham go'zal o'qilganda ham tinglaganda juda bir rohatlanib, sakinat o'zimizda his qilamiz u. Hadis shariflarda keladiki, Allohning kalomi tilovat bo'lganda sakinat nozil bo'lishligi. O'sha yerga. Bu hamma his qiladigan narsa. Estaizu billah. Alloh Ra'd surasini 28-oyatida aytadi. Estaizu billah. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallohul azim. Ular deydi Alloh taolo haqiqiy mu'min bandalarni, ular iymon keltirgan va qalblari Allohning zikri bilan oladigan, orom oladigan zotlardir deydi Alloh. Qarang, mu'min bandalar bu iymon keltirganmiz, alhamdulillah hammamiz. Endi Allohning zikri bilan azlar faqat qalb orom olar ekan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'lingki, Allohning zikri bilan qalblar orom oladi deydilar. Ana zikrdagi azizlar, fazilat. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasululloh qala az-zakiruna Alloha katiran vaz-zakirat dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mufarridlar zafar topdilar dedilar. Ashoblar so'rashdiki, "Ya Rasululloh, u mufarridlar kim?" Rasululloh marhamat qildilarki, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollar mufarridlardir dedilar. Qarang, Allohni doimo zikrda bo'lib yursak, azizlar mana shuni Rasululloh zafar topdi deyaptilar. Bitta kichkinagina tasbihimiz bo'lsa, cho'ntagimizda bo'lsa, endi imkon qadar tasbihni ko'rsatmaganimiz ma'qul. Chunki riyo bilan amal habata bo'lib ketib qoladi-da. Hozir qo'lga taqadigan narsa chiqqan. Jamoatchilik ishida ham taqib yuriladi. Endi meni fikrim, shuni cho'ntagida tursa-yu bildirmasdan qilingan amalni, u sadaqami, ibodatmi, qaysi amal bo'lmasin, buni ajri ziyoda. Bandani qalbidan salgina bir riyoga o'xshagan narsa o'tib qoladigan bo'lsa, amallar yuvilib ketadi, unda savob qolmaydi. Alloh taolo bandadan pok, xolis qilgan amalini qabul qiladi. Unga riyo, sum'a aralashgan bo'lsa, bu amalni qabul qilmaydi. Shuning uchun ana cho'ntakda kichkina tasbihimiz bo'lsa, sekin aylantirib mana masjiddan chiqdik. To markabimizga borguncha aytib ketaylik, astag'firullohni o'zini kamida bir 300 marta aytsa bo'ladi. Subhanalloh deb tasbihni aytaylik, kamida bir 100 marta aytsak bo'ladi. Salovat aytaylik payg'ambar alayhisalomga. Mana shunaqa holatlarda ishlik odam shuni vazifa qilib olsa, shuni odat qilib olsa, azizlar, bu zikrni juda bemalol har bir insonda bunga imkoniyat bor. Ana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida marhamat qilganlaridek, ana keyin mana mufarridunlarni maqtayaptilar. Najot topdilar deb. Ana shular qatoriga qo'shilsak ajab emas inshaalloh. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qiladi. "Vaz-zakirina Alloha katiran vaz-zakirat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima" deydi. Bu oyat karimada ham Alloh taolo zikr qilguvchilarni maqtayapti. Allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar, Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollar, bular Allohning mag'firatiga va ulug' ajrlarga erishibdi deydi kalomida. Payg'ambar alayhisalom hadislarda marhamat qildilarki, qaysi bir mu'min kishi kechasi uyg'onsa,
va ayolini uyg'otsa dedilar. 2 rakatdan har ikkalasi namoz o'qib qo'ysa, Alloh taolo kalomida mana shu maqtagan va zakirina va zakirat deb maqtagan insonlar mana shular bo'ladi degan ekanlar Rasululloh. Qarang, qishki kuni uzun har bir kishi uyg'onib ketamiz. Albatta kechasida bir uyg'oniladi. Ana shunda azizlar shu amalni bajarib qo'yaylik. Alloh taolo Qur'onda maqtagan az-zakirina va zakirat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azimaga mana shu insonlar kiradi deb payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilar. Shuning uchun buyuk o'zimiz tasavvuf peshqadamimiz Bahovuddin Naqshbandiy hazratlari aytadilarki, dil bayoru dasbakor deydilar. Ya'ni diling Allohda bo'lsin u qo'ling mehnatda bo'lsin degan ekanlar. Xuddi bizni mana bu so'zimizga bir dalil bo'ladigan gap. Men ishim bor, meni yumushim bor, men ishlayman, men bola chaqa boqaman degan bahona ketmas ekan. Mana shuni asnosida ham azizlar Allohning buyurgan amrlarini bajarib, zikrlarini bajarishlikka bemalol mana imkoniyat qilsak bo'lar ekan. Mana shu yo'llardan istifoda qilib. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytadilar, bir kun deydilar, pul topish uchun ko'chaga chiqdim deydilar. Qarang, o'sha davrda shunaqangi holatlar bor edi. Avvalgi jumalarda aytganmiz. Hatto payg'ambarimiz alayhisalomning uylarida bir parcha yegulik non topilmay qolardi. Ali ibn Abi Talib aytadilarki, bir kuni deydilar, pul topish maqsadida ko'chaga chiqdim deydilar. Bir mahalladan o'tib ketyapsam, bir ayol bir joyga loy qilish uchun tuproqni jamlab qo'yibdi deydilar. Haligi bilan borib kelishdim. Men shunga suv tashib bersam, shu loyingni qilsang, menga nima berasan? Xurmo beraman. Bir chelak tashib kelsang, bir dona xurmo beraman debdilar. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, 16 chelak suv tashib berdim deydilar. Uzoqroq joyda ekanda. Qo'llarim qip-qizil bo'lib qavarib ketdi deydilar. Keyin haligi ayolga borib turib, kaftimni ochdim deydilar. 16 ta xurmoni kaftimga solib berdi deydilar. Rasulullohning uylariga keldim-u, Rasulullohga bo'lgan voqeani aytib berdi deydilar. Rasululloh xursand bo'ldilar-da, haligi xurmodan payg'ambar alayhisalom ham yedilar deydilar. Ana qo'l mehnatini azizlar payg'ambar alayhisalom hadislarida keladiki, eng yaxshi topilgan, ya'ni mana shunday mol dunyo, rizq nasiba bu qo'l mehnati bilan topilganidir degan mana shu ma'nodagi hadis sharif bor. Mana shu narsadan payg'ambar alayhisalom xursand bo'ldilar-da, haligi Hazrati Alini qo'llaridagi xurmodan olib payg'ambarimiz ham tanovul qildilar. Shuning uchun azizlar bu qo'l mehnati bundan hargiz qochmaymiz. Mashg'ul bo'lib nafaqa topilyaptimi? Bundan azizlar hech qanday inson uyalishligi yo bundan tortinishligi shart emas. Bu o'tgan salaf solihinlarimizni sunnat amallaridan hisoblanar ekan. Usmon Nahiydan, Abu Usmon Nahiydan rivoyat qilinadiki, bir kishi Salmon radhiyallohu anhu ning huzurlariga kirsalar, u kishi xurmo barglaridan narsa to'qib o'tirgan edilar. Bir narsani to'qib savdo uchun qilib o'tirgandilar. Bu kishi aytdilarki, ey aziz dedilar, sizdagi o'zi yetib turib mol dunyongiz o'zi bir yetarlik-ku, nihoyatda serobchilik-ku, shuni qilasizmi dedilar. Deganlarida bu kishi aytdilarki, Abu Usmon Nahiydan rivoyat qilingan Salmon roziyallohu anhu aytadilarki, men qo'l mehnatim bilan topilgan narsani yemoqni yaxshi ko'raman dedilar. Qarang, o'zlarining mol dunyolari bor, boshqa kasb hunarlari ham bor. Shunda ham yemoq iste'mol uchun alohida bir kasb qilar ekanlar-da. Buni men mana shunday mehnat bilan topilgan yaxshi narsani yemoqni yaxshi ko'raman deb javob berdilar. Endi hozirgi kunda uchrab turadigan
ayrim savdo sodiqlarni muomalasida yoki qarz oldi berdilarni muomalasida ba'zi insonlarda ko'rasiz, yoshlarimizda juda ham o'zlarini bir sal so'piy ko'rsatib, bir ajoyib bir iboralarni, biz zikrga o'xshagan kalimalarni ishlatib turib, ishonchga kirish uchun mana shunday muomalani qilayotganlar bor. Azizlar, sizu bizga buyurilgan bu ulug' kalomlar, ulug' zikrlar bu sizu biz ibodatimiz uchun. Mana shunday hiyla naylang uchun o'zini so'pi ko'rsatib, taqvodor ko'rsatishlik azizlar mutlaqo shariatga zid amal. Qilayotgan ishi bir ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, mana shunday so'zlarni ishlatib turib bu amalni qilishligi yana bir ma'siyat hisoblanadi. Azizlar, endi zikrni qilmoqlikdagi insonlarga bo'ladirgan manfaatlar. Zikr qilmoqlikda azizlar qalbdan shayton quvib chiqariladi. Ya'ni ko'p zikr qilsak, qo'limizda tasbihimiz bor, uyimizda bo'sh vaqtimiz bor. Zikrni qo'limizga tasbihni olib subhanalloh, alhamdulillah, mana namozdan keyingi Allohu akbar bu zikrlar. Ya la havla va la quvvata illa billah va hokazo. Allohning ismi sifatlari bo'lgan so'zlar. Allohni madh qiluvchi subhanalloh tasbihlar. Alloh taoloni salbiy hislatlardan poklaydigan so'zlarni ishlatib azizlar tasbihni aytadigan bo'lsak, mana shular hammasi zikr hisoblanadi. Mana shu narsalarni ulamolarimiz oyatlardan, hadislardan o'rganib aytadilarki, mana shu amallarni qilgan insonlarni erishadigan narsasi qalbdan shayton quvib chiqariladi. Ya'ni mana shu zikrni ko'p qilishlik bilan. Ba'zida ukalarimiz savol berib qo'yishlar, domla, shu namozga sal beparvo bo'lib qoldim-da, deb botinib kelib shu so'zni aytadi. Shu insonga biz ofarin deymiz. Shuni g'am yeb, namozimni qazo qilib qo'yyapman yoki kechib turib qo'yadigan holatga tushib qoldim. Shundan qutulish yo'lini o'rgating deb kelishadi. Bu ham o'sha qalbidagi bo'lgan bir taqvoni belgisida. Indamay ketavermaydi. O'shaga tavsiya beramiz. Ana shundaylarda mana bu yerda keldiki, shayton qalbdan quvib chiqariladi. Allohni zikr qilishlik bilan. Ya'ni tasbihni olib, Allohni zikr qilib, tinmay zikrda bo'laylik. Azizlar, shuni o'zi bilan shayton quvladi qalbdan. G'am anduhni ketkazadi. Ya'ni salovatda aytishligimiz, zikrlarni ko'p qilishligimiz azizlar qalbimizdagi g'am anduhlar bo'ladi-yu insonda. Ana shularni ketkazadi deydi ulamolarimiz. Rizqini jalb qiladi. Hatto rizqimiz ko'p bo'lishiga azizlar mana shu zikrlarni manfaati juda katta ekan. Qalbni zangdan tozalaydi. Allohning zikrini ko'p qilmoq bandani Allohga yaqinlashtiradi. Jannat saroylarini bunyod qiladi. Do'zaxdan to'siq bo'ladi. Qalbni qattiqligini yumshatadi debdilar. Qarang, hatto xulqimizga ham ta'sir qilar ekan. Alloh taoloni ko'p zikr qilishligimiz va Alloh va farishtalarning salovatiga sabab bo'ladi bu inson debdilar. Demak azizlar, zikrni mana shunday juda ham katta manfaati bor ekan. Shu bilan birga payg'ambar alayhissalatu vassalomga salovat aytishligimiz ham bu afzal mahbub amallardan. Alloh taolo o'zini kalomida sizu biz mu'min bandalarga amr qiladi. Astag'izu billah. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Sadaqallohul azim. Alloh aytadiki, albatta Alloh va uning malaikalari nabiyga, payg'ambarga salovat aytadi. Ey iymon keltirgan bandalar, sizlar ham payg'ambarga salovat ayting deb Alloh taolo